Assalomu alaykum, kanalim muxlislari. Husnora Kazakova kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga juda ham mazali, ajoyib somsa tayyorlab ko'rsatib beraman. Marhamat, tomosha qiling. Birinchi bo'lib xamir tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga xona haroratidagi suv kerak bo'ladi. Chuqur idishga suv solamiz. 2 choy qoshiq tuz solamiz. 1 choy qoshiq iste'mol sodasi solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamir uchun yana bizga eritilgan sariyog' yoki margarin kerak bo'ladi. Bundan tashqari elangan un kerak bo'ladi. Unni solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirni xuddi osh xamiriga o'xshab qorib olamiz. Qorilgan xamirga mushlab, yaxshilab ishlov beramiz. Xamirni yaxlit zuvala qilib turib, paketga o'rab olib qo'yamiz. Ya'ni birpas tindirib qo'yamiz. Xamir albatta yaxshi tinib olishi kerak. Tingan xamirni olib 2 bo'lakka bo'lib olamiz. Yana kichkina zuvalachalarga bo'lib olamiz. Har bir xamir bo'laklarini dumaloq shakl berib zuvalachalar qilib olamiz. Xamir bo'lagini mana shu zuvalachani og'irligi 90 gram. Zuvalachalarni ustini yopib birpas tindirib qo'yamiz. Bu paytda biz qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga to'g'ralgan go'sht kerak bo'ladi. Charva yog'i kerak bo'ladi. Charva yoki dumba yog'idan solishingiz mumkin. To'rtburchak to'g'ralgan piyoz kerak bo'ladi. Mana shu hamma to'g'ralgan mahsulotlarni men kosa somsada ko'rsatib o'tganman. Kosa somsani videosini ham opisaniyada silkasini qoldiraman. Demak, maydalangan kashnich urug'i, zira hamda tuz soldim. Yaxshilab go'sht, piyozlarni ezg'ilab olamiz. Qiymaga kartoshka ham solamiz. Kartoshkani ham maydaroq qilib to'rtburchak shaklda to'g'rab tayyorlab olganman. Buni ham solgandan keyin yaxshilab aralashtirib olamiz. Somsani qiymasi tayyor bo'ldi. Bu yerda zuvalachalarimiz ham birpas tinib oldi. Endi zuvalachalarni bittadan olib yoyishga o'tamiz. Zuvalachani jo'va yordamida yupqa qilib dumaloq shakl berib turib ochib olamiz. Hozir diqqat bilan qarab turinglar. Xamirni yoyib ochib olganimizdan keyin chetidan ozgina 1 sm, yarim sm qoldirib turib kesib olamiz. Mana ekranda ko'rib turibsizlar. Atrofini kesib olamiz. Yupqa lenta qilib kesib olinadi. Mana shu xamirni endi 2 qavat qilib turib aylantiramiz. Hozir bir chetga qo'yib turamiz. Endi xamirimizni piyolaning ichiga solamiz. Men katta piyola ishlatyapman. Endi hozir bizga pomidor bo'laklari kerak bo'ladi. Men bo'laklarga bo'lib tayyor qilib qo'yganman. 3-4 bo'lak pomidordan solamiz. Mana endi qiymasidan solamiz. Qiymani to'ldirib solasizlarmi, o'rtacha solasizlarmi, bu o'zingizlarning xohishingizga bog'liq. Demak, qiymadan solib turib yopib olamiz. Xamirni yig'ib yopamiz. Yopganingizdan keyin yaxshilab qo'lingizlar bilan bosib qo'yishingiz kerak, suv chiqib ketmasligi uchun. Qo'limizda ozgina dumaloq shakl berib turib, hozirgina xamirni tayyorlab qo'ygandik, o'shani ustidan qo'yamiz. Mana ekranda ko'rib turibsizlar, diqqat bilan e'tibor berib qaranglar. Xuddi mana shunaqa bajaramiz. Ozgina ortiqcha qolgan xamirini uzib olib, dumaloq qopqoqchani ustini dumalog'ini yasab joylab qo'yamiz. Somsa tayyor bo'ldi. Hozir yana bir bor ko'rsatib beraman. Demak, zuvalachani yupqa qilib, kattaroq qilib yoyib olamiz.
xamirni yoyib tayyorlab oldik. Endi atrofidan 0,5 santimetr 1 santimetr qoldirib turib aylana qilib kesib olamiz. Mana shu kesib olgan xamir bo'lagini 2 qavat qilib turib aylantiramiz. Mana tayyorlab oldik, bir chetga qo'yib turamiz. Endi xamirimizni piyolani ichiga solib turib, avval pomidor solamiz. Keyin qiymasini solamiz. Qiymasini solib oldik. Endi xamirni birlashtirib turib yopib olamiz. Xamirni birlashtirganimizdan keyin yaxshilab yopamiz. Bu tarafini o'girib, ozgina dumaloq shakl berib yuboramiz. Boyagi xamir bo'lagini ustidan joylashtiramiz. Joylashtirganimizda xamir ortib qoladi. Ortib qolgan joyini uzib olamiz va dumaloq shakl berib, kichkinagina dumaloq chiqib turib, somsani ustiga joylashtiramiz. Ko'rib turibsizlarki, somsani qopqog'i bo'ldi qo'ydi. Mana yaqin olib kelib ko'rsatyapman. Demak, somsalarni pergament qog'oz solingan duxovka listiga joylashtiramiz. Bizga hozir tuxumni sarig'i va sut kerak bo'ladi. Ikkalasini aralashtirib olamiz va somsalarni ustidan chiroyli qilib surib chiqamiz. Bu paytda duxovkani yoqib, qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Somsalarga tuxumni sarig'ini surayotganingizda usti yonlarini yaxshilab suringlar, hamma yog'i bir xil qizarib chiqsin. Tuxumni sarig'ini surib bo'lganimizdan keyin bizga kunjut va qora sedana kerak bo'ladi. Birinchi kunjutni sepib chiqamiz, keyin qora sedanadan ham ozgina sepib chiqamiz. Somsalarni qizib turgan duxovkada 190-200 gradusda tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Bu hozir birinchi listi, mana bunisi ikkinchi listi. Mana azizlar, somsalar chiroyli bo'lib tillarang bo'lib pishib chiqdi. Somsalarning ko'rinishini qaranglar, qanaqa chiroyli. Bu ikkinchi listimiz. Hozir somsalarni dasturxonga tortamiz. Mana bu somsalarni qaranglar, bir-biridan chiroyli. Hech qaysi bir somsani tega olib yoki kuyib bir narsa bo'lgani yo'q. Juda ham yaxshi pishgan. Mana yaqin olib kelib ko'rsatyapman sizlarga. Albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Hozir somsani qopqog'ini kesib olib turib, sizlarga ichini ham ko'rsataman. Ta'bga ko'ra somsaga ko'kat sepishinglar mumkin. Men ozgina kashnishdan sepib yuboraman. Somsamiz juda ham mazali, suvli bo'lib chiqqan. Xamiri ham juda ham yeyishli, albatta tayyorlab ko'ringlar. Hozir sizlarga yaqinroq olib kelib ko'rsataman. Mana bu somsalarni qaranglar. Shunaqa chiroyli ham mazali. O'ylaymanki, somsalar sizlarga yoqdi. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.